Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland zamondoshlarim. Bormisiz, omonmisiz, sog' salomatmisiz? Bugun 2 iyul 2026-yil haftaning 4-kuni, ya'ni payshanba kuni. Aziz zamondoshlarim, sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi mavzuimizni boshlaymiz. Mavzumizni boshlashdan oldin sizlarga shuni eslatib qo'ymoqchiman. Bu gaplar shunchaki gaplar emas, aziz zamondoshlarim. Men qo'yib borayotgan mavzular sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, qiyin bo'lmasa, bir dona like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Bugungi yayınımızın mavzusi issiqlik va jivirlash, sovuqlik bilan bajariladigan mashqlar to'g'risida bo'ladi, azizlar. Issiqlik, jivirlash, sovuqlik bilan bajariladigan mashqlar. Ko'zlarni yumib, ensada issiqlik sezgisini hosil qilamiz. Shu joyda issiqlik sezgisini 20 sekund davomida ushlab turamiz. Xuddi yoz oyining ertalabki quyosh nuri sizni yelkangizga tushib turgancha ensa qismingizni istayapti. So'ngra bu sezgilarni sochamiz. Go'yo ularni yo'qotib yuboramiz. Buni 2-3 marta bajaramiz. Toki sezgilar yetarlicha yorqin bo'lmaguncha. Endi bu sezgini yumaloqcha holatga keltiramiz va xayoldan ensadan ko'z saqqasi tomon va ortga siljita boshlaymiz. Har galgi siljish harakati uchun 5 sekund vaqt sarflaymiz. Diqqat. Azizlar, sezgining ko'z soqqasigacha yetib borishiga yo'l qo'ymang. Bu texnika xavfsizligi. Buni 5-10 marta takrorlaymiz. Va xuddi mashqni ko'zlarni yummasdan turib ham bajaramiz. Mashqni dastlab issiqlik sezgisida bajarishni o'rganing. Faqat shundan so'ng boshqa sezgilar bilan ishlashga o'ting. Xuddi shu mashqni jivirlash, so'ng sovuqlik sezgisida bajaramiz. Sezgilarning ensadan ko'zlar tomon siljitish. Sezgilarni ensadan ko'zlar tomon siljitish. Shundan keyin vazifani biroz murakkablashtiramiz. Shu ketma-ketlikda issiqlik, jivirlash sezgilar, sovuqlik sezgilarini yumaloqchalarni ensadan ko'zlar tomon va ortga spiralsimon yo'nalishda harakatlantiramiz. Spiralsimon harakat texnika xavfsizligiga rioya qilishni unutmang. Spiralsimon harakat o'rmasini istilgan tomonga bajarishingiz mumkin. Soat yo'nalishi bo'ylab soat yo'nalishiga qarama-qarshi. Bu mashqda muvaffaqiyatga erishgandan so'ng keyingi jarayonga o'tish mumkin. Sezgining spiralsimon yo'nalishi bo'ylab siljitish, yon tomondan tepa tomondan. Predmet bilan ishlash. Bu yerda uy jihozlardan istagan narsani tanlash mumkin. Uzoqni yaxshi ko'rmaydiganlar stol lampasi yoki devorning ilingan suratini tanlashni tavsiya etamiz. Yaqinni yaxshi ko'rmaydiganlar kitob ma'qul. Asosiysi tanlagan predmetingiz o'zingizga eng yomon ko'rinadigan masofada turing. Ko'zlar nigohini yengilgina u tomondan bu tomonga harakatlantiring. Xuddi juda xotirjam qaraymiz. Ko'zlarni zo'riqtirmang, tirishtirmang va burishtirmang. Mashq 30 sekund davomida davom eting. Uni 3 marta takrorlaymiz. So'ngra boshqa tomonga burilgancha yorug'lik burchagini o'zgartiramiz. Mashqni shu tariqa 30 sekunddan 3 bora takrorlaymiz. Keyin dastlabki holatga qaytamiz va yana 2-3 marta diqqat bilan ko'zlarni zo'riqtirmay tanlagan predmetimizga qaraymiz. Ogohlantirib o'tamiz. Ko'rishning yaxshilashining, shuningdek eshitishning ham o'sib borish tarzida ro'y beradi, lekin silliq bir tekisda emas. Bu yerda ko'rishning yaxshilanishining ko'rishning yomonlashishi bilan almashib turadi, lekin baxtimizga ko'rishning yomonlashishi holati qisqa muddatli bo'lib boraveradi va oxir-oqibat bunday holat yo'qoladi. Asosiysi yomonlashganda ruhiyatni cho'ktirmaslik, g'alaba qozonish xohishini yo'qotmaslik kerak. Sizning niyatingiz, istagingiz kelgusida muvaffaqiyatingiz garovdir. Yana bir muhim jihat o'zingizni yaxshilagan paytdagi holatingizni xotirangizda qayd eting va mana shu yoki boshqa mashqlarga kirishganda ushbu holatni o'zingizdan unutmang. Agar bitta ko'zingizni ko'rish me'yorida bo'lsa, uni nosog'lom ko'zni mashq qildirayotgan paytda yopib turing. Va oxirgi tavsiya, ko'zoynakning dioptriyasi pastrog'ida almashtiring, pastrog'iga. Faqat dioptriyani asta-sekin pasaytirib boring. Birdaniga 0.5 1.0 dioptriyaga
ko'p bo'lmasin. Muhimi bu sizda noqulaylik holatini hosil qilmasin. O'z holatingizni kuzatib boring. Zo'riqtirish holati bo'lishiga yo'l qo'ymang. Agar siz o'zingizga noqulaylik tug'dirmay, ko'zlarni zo'riqtirmay, ko'zoynaksiz yura olsangiz, ularni shu bugunoq va butunlay tashlang. Sizga omad yor bo'lsin, azizlar. Eshitish qobiliyatini yaxshilash. Xayolan sezgilarni siljish amaliyoti, kontaktsiz avtomassaj, eshitish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq ko'p kasalliklarda otit, quloq pardasi jarohati bilan bog'liq eshitish qobiliyatining nosozligi va boshqalar juda ham yaxshi samara beradi. Agar eshitish apparati ishdan chiqmagan bo'lsa, uning eshitish qobiliyatining o'tkirligi to'laligicha tiklanadi. Shunaqasi ham bo'ladiki, mashg'ulotlarga mutaxassis shifokorlar ham yordam berishdan bosh tortgan bemorlar kelishadi. Mashqlarni o'zlashtirib olgach, ular bir necha kundan keyin 15-20 metr masofadagi ovozlarni, televizor ovozini, kuchukning vovullashi va boshqa tovushlarni eshita boshlashadi. Bu ajoyib natijalar mashg'ulotga qatnashgan tinglovchilarimizga tegishli. Shunday ekan, bu yo'lda siz na birinchisi va na oxirgisi emassiz. Birinchi mashq: issiqlik, jivirlash, sovuqlik sezgilari bilan ishlash. Ko'zlarni yumib, burun halqumida yumshoq, tanlay sohasida issiqlik sezgisini yig'amiz va uni yorqinroq tasavvur qilib, taxminan 20 sekund ushlab turamiz. 2-3 marta takrorlaymiz. Keyin issiqlik yumaloqchani shoshilmasdan quloq tomonga va ortga siljitishni boshlaymiz. Har gal borib keladigan siljish harakatiga taxminan 3 sekund, 5 sekund sarflaymiz. 5-10 marta takrorlaymiz. Keyin yuqorida aytilganlarning hammasini ko'zlarni berkitmasdan bajaramiz. Bu yerdan yana burun halqumini va quloqlarni ichki tomonidan yoqimli shifobaxsh issiqlik bilan yaxshilab isitishga harakat qilib, har gal takrorlanuvchi harakatda issiqlik sezgisining intensivligini bir oz oshirib boramiz. Qisqacha 15-20 sekund dam olgach, jivirlash sezgisini, keyin sovuqlik sezgisi bilan ham xuddi shu tarzda ishlaymiz. Diqqat. Dastlabki ishlagan sezgilarni o'zlashtirmasdan turib boshqa sezgilarga o'tish mumkin emas. Aks holda bu mashq ijobiy natija bermaydi. Yana boshqacha aytadigan bo'lsak, issiqlik sezgisini o'zlashtirib bo'lgach, faqat shundan keyingi jimirlash sezgisi bilan ishlashga, so'ng sovuqlik sezgisi bilan ishlashga kirishish mumkin. Eshitish qobiliyatini sozlash. Birinchi mashq: sezgilarni burun halqumidan quloqqa tomon harakatlantirishni o'zlashtirgach, bu mashqning murakkabroq variantiga o'tamiz. Sezgilarni burun halqumidan quloqlar tomonga va ortga xayolan spiralsimon yo'nalishda harakatlantira boshlaymiz. Soat yo'nalishi bo'ylab va unga qarama-qarshi yo'nalishda ham mashq bajaramiz. Agar sizning bitta qulog'ingiz yaxshi eshitmasa, ikkala qulog'ingizga ham e'tibor. Eshitish qobiliyatini sozlash mashqining murakkablashtirilgan varianti. E'tibor bering, lekin baribir asosiy e'tiborni nosog'lom a'zoga qarating. Ya'ni sezgini asosan nosog'lom qulog'ingiz tomonga harakatlantiring. Ba'zida shu tarzda ishlagandan keyin nosog'lom quloq sog'lom quloqlardan ko'ra yaxshiroq eshita boshlaydi. Endi asosiy eshitish qobiliyatini sozlash mashqlariga o'tamiz. Asosiy mashq 2. Qalbingizda ijobiy kayfiyat hosil qiling. Kaftingiz bilan sog'lom qulog'ingizni bekiting va radio ovozini shunday qo'yingki, uning ovozi sizga unchalik tiniq eshitilmasin va yoki kimnidir past ovozda matn o'qib turishini iltimos qiling. O'zingizni zo'riqtirmasdan va ichki bezovtaliksiz tovushlarga quloq tuting. Shunchaki ichingizdan yaxshi eshita olish istagi bilan quloq tutsangiz kifoya. Bu qobiliyat sizda tez orada hosil bo'ladi. Shu tariqa taxminan 30 sekund quloq solib turamiz va kichkina 5-7 sekund tanaffus qilamiz. So'ng 30 sekundlik keyingi yondashuv va yana tanaffus. Buni 9 marta takrorlang. Mashqni kuniga bir necha marta bajarish mumkin. Diqqat. Yaxshi eshitish va yana ham yaxshiroq eshitish istagi juda muhim. Aynan ana shunday ichki xohishning bo'lishi va o'zingizga bo'lgan ishonch sizning muvaffaqiyatingizning kafolatidir. Bu paytda eshitish qobiliyatingiz albatta to'lqinsimon tarzda, xuddi ko'rish qobiliyatini sozlash ustida ishlagandek yaxshilanadi. Azizlar, natijada har gal o'sib borishi, mustahkamlanishi uchun qulog'ingiz yaxshiroq eshita boshlagan lahzalarda paydo bo'ladigan his tuyg'ularni eslab qoling. Ularni qalbingiz va jismingizda paydo qilib, ushbu tuyg'ularni uzoqroq muddatda saqlab qolishga urining.
Sezgilarni siljitish mashqini yaxshilab o'zlashtirish ham juda muhim. Chunki asosiy mashg'ulotlarga kirishdan oldin quloqlarni xayolan yaxshilab uqalash kerak. Yodingizda bo'lsin, ichki kayfiyatni g'alaba quvonchiga va yaxshi eshitish istagiga sozlash mashq asosini tashkil etadi. Eshitish qobiliyatingizning o'tkirligi albatta tiklanishga ishoning. O'z ustingizda ishlashga, ko'zlangan natijaga erishishingizga yordam beradi. Bedavo deb hukm chiqarilgan holatlarda ham tinglovchilarimiz mashg'ulotlarda ijobiy natijalarni qo'lga kiritib, eshitish qobiliyatini tiklab olishga erishganini amaliy natijalar ko'rsatib turibdi. Agar quloq pardasi bo'lmagan yoki ichki quloq suyagi buzilgan taqdirda yana anatomik nuqsonlar mavjud bo'lsa, muvaffaqiyatlar chegarasi cheklanadi. Qolgani bartaraf etilishi mumkin bo'lgan to'siqlar va ko'p holatlarda bular osonlik bilan hal etiladi. Bu uslub eng og'ir xastaliklarni bartaraf etishga ham yordam beradi. Siz eshitish nevrit nima ekanini, ayniqsa bolalarda yoki arachnoidit nima ekanini bilsangiz kerak. Birinchi marta ushbu xastalikdan sog'ayish holatini tasodif xuddi taqdirning in'omi sifatida qabul qilingan edi. Guruhdagi mashg'ulotlarga surunkali tanzalit bilan og'rigan va juda kichkina paytdan buyon eshitish qobiliyati nosog'lom bo'lgan bolakay keldi. Mashg'ulotlarda bir necha kun qatnashganidan keyin bolakay imo-ishoralar bilan qandaydir shovqinlarni eshitayotganini tushuntirdi. Bu narsaga hech kim uncha ahamiyat bermadi, chunki asosiy e'tibor uning tomoq bezlariga qaratilgan edi. Bora-bora u bizni yanada ko'proq hayratga soldi. Bolakay ko'chadan o'tib ketayotgan yuk mashinalarining shovqinini eshita boshladi. Keyin ovozlarni oxir-oqibat u bilan oddiy so'zlar orqali muloqot qilish imkoniyati tug'ildi. To'g'ri, bolakay ko'p yillik ovozsizlik vakuumidan keyin qayerdan odam ovozi, qayerdan traktor shovqini kelayotganini farqlash qiyin bo'ldi. Unga hammasini noldan boshlashga yana tovushlarni farqlashning va ovoz paylaridan to'g'ri foydalanishni o'rganishga to'g'ri keldi. Bularning barchasi ikkinchi darajali malaka edi. Asosiysi u eshita boshladi. Endilikda bu singari natijalar yagona emas. Tuzalib ketishga umidi qolmagan insonlarning eshitish qobiliyati tiklanayotganini kuzatish bu buyuk baxt. Eshitish qobiliyati xastalikning bedavo ko'rinishi bilan og'rigan bolalarning kelgusida kar soqovlar maktabiga yo'l olishlarini ko'rish achinarli albatta. Ularning eshitish a'zolari maktabda butunlay yaroqsiz holatga kelib qoladi. Muloqot imo-ishoralar orqali olib boriladi. Axir bu bolalarni sukunat qaridan xalos qilish mumkin-ku. Fojia shundayki, bunday bolalar ovozsizlik vakuumiga ko'nikib qoladi va ular bu holatdan chiqib ketishga urinmaydi, chunki ularga o'rgatadigan hech kim yo'q. O'zlari esa buni qanday amalga oshirishni bilishmaydi. Dastlabki biz kar-soqov bolalarning butun boshli guruhi bilan ishlashga ancha vaqtgacha jur'at qila olmadik. Lekin Yekaterinburgda vaziyat shuni taqozo qiladiki, kar-soqov bolalar uchun maxsus maktab o'quvchilarini qabul qilmasdan ilojimiz qolmadi. Tashxis yomon tuzatishga umid qolmagan. Bedavo, na bizda, na xorijda, hech qayerda davosi yo'q. Bu ma'lumot odamni o'ylantirib qo'ydi. Hatto cho'chitdi. Lekin xohlaymizmi, yo'qmi, yeng shimarib mulojaga kirishimizga to'g'ri keldi. Natija xursand bo'lgudek emas edi, lekin shunday bo'lsa-da mashg'ulotlar boshlandi. Kutilmaganda xushxabar. Juda tez orada ba'zi bir bolalarning eshitish qobiliyatida tovushlarga nisbatan reaksiyalar namoyon bo'la boshladi. Dastlab kuchli shovqinga, keyin ovozlarga nisbatan ham. Qolgan bolalar ham do'stlarining oldinlab ketishganini ko'rib faollashdi. Ba'zi bir orqada qolganlarga tengdoshlarining muvaffaqiyatli xafagarchiligi bag'ishladi. Biroq oxir-oqibat ular ham muvaffaqiyatga erisha boshladilar. Tasavvur qiling, qisqa vaqt ichida hamma bolalarning eshitish qobiliyatida ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Bo'lishi mumkin emas, ammo faktligicha qoladi. Mana shu kabi misollar bilan to'qnash kelganda shunga ishonch hosil qilasanki, ko'p hollarda asl haqiqat shu bo'lsa kerak deb xatolarni takrorlaymiz. Kontaktsiz ginekologik avtomatsaj ayollar uchun birinchi navbatda kichik tos a'zolarining turli xil xastaliklari bilan azob chekayotganlarga hamda intim hayotda o'zini baxtli his qilishdan mahrum bo'lganlarga bebaho sovg'a.
Uqalash vücudning jinsiy sog'liq, yoshlik va baxt gormonlarini ishlab chiqarishga yordam beradi. Bunday uqalash uchun hech qayerga borish, navbat kutib o'tirishga, mutaxassislarning malaka darajasiga qaram bo'lishga ham hojat yo'q. Bu mashqning amalda qo'llanish haqida gap borganda, go'zal ayollarimiz taxminan mana bu tarzda e'tiroz bildira boshlaydilar. Yoshlar uchun menga esa endi buning keragi yo'q. Ko'nglimga bu kabi mashqlar sig'maydi. Men o'zimning boshqa kasallarimni bartaraf qila olsam ham katta gap. Axir men yolg'izman-ku. Bu mashqdan keyin ahvolim battarroq bo'ladi. Menda ginekologiya bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Allaqanday massajlarning menga nima keragi bor? Va shu kabi boshqa gaplar. Bu kabi e'tirozlarning ortida nima yashiringan? Sustkashlik va yalqovlik. Aziz xonimlar, siz albatta hech ham yalqov emassiz. Ishlashga tayyorsiz. Sizni ilhomlantirishning ham hojati yo'q. Shunday bo'lsa-da, mashg'ulotlarni boshlashdan oldin bitta sog'lom fikrni takrorlab o'tish ortiqchalik qilmaydi. Davolash vositasi qanchalik tabiiy bo'lsa, u shunchalik samaraliroq bo'ladi. Bunday davolash vositalariga barcha kontaktli uqalashlarni kiritish mumkin. Shuningdek, ularning qatorida Yevropada 100 yil ilgari taklif qilingan ginekologik uqalash ham bor. Uni 1861-yilda shifokor Turi Brandit ishlab chiqqan. Lekin u akusher ginekolog bo'lmagan bois amaliyotda qatnashgan shifokorlar orasida obro'ga ega bo'lmadi. Shu sababli ushbu uqalashni klinik amaliyot uchun qabul qilish ham darhol sodir bo'lmadi. Kontaktli ginekologik uqalash bachadonga, jinsiy a'zolarga ijobiy ta'sir o'tkazib qolmasdan, shu bilan birga ayolning butun vujudi va ruhiy holatining sog'lom bo'lishiga ta'sir qiladi. Bu hammaga ma'lum. Lekin mazkur uqalash shunchalik foydali bo'lishi bilan birga ayollarda qator xastaliklar kontaktli uqalashni qo'llash mumkin emas. Quyidagi keng ko'lamda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlardan birining ko'rsatkichlari keltirilgan. Demak, kontaktli ginekologik automassajni qo'llash ma'qul bo'lgan holatlar: jinsiy a'zolarning surunkali shamollashida, tez qaytalanmaydigan ko'rinishida, bachadonning va qinning noto'g'ri joylashgan va surilishida, bachadonning anatomik to'laqonli bo'lmasligi, tug'ma yoki orttirilgan, bachadon faoliyatining to'laqonli bo'lmasligi, jinsiy a'zolarning bog'lovchi qismlarida va tos osti sohasining anatomik faoliyatining to'laqonligi bo'lmasligi. Kontaktli ginekologik uqalashni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarni ikki guruhga ajratamiz: mutlaqo va nisbatan. Mutlaqo mumkin bo'lmagan holat: kichik tos sohasida qattiq shamollash va o'tib ketgan shamollash. Gonoreya. Ayollar jinsiy a'zoda sil xastaligi bo'lsa, tos qon tomirlarida trombofilibiti, tos a'zolarda o'simta bo'lishi, zararli, zararsiz va shamollash, homiladorlik, bachadon va bachadondan tashqari. Ikkinchi, nisbatan qo'llash mumkin bo'lgan holat: jinsiy a'zolarning yashirin infeksiya ehtimoli mavjud bo'lgan, tez qaytalovchi surunkali shamollash kasalligiga moyilligi, vaginizm, bachadon og'iz eroziyasi, gidrosalpingitis, tuxumdon, retenatsion kistasi, qin, qon tomirlari varikozning juda kattalashib ketgan holati, hayz kelishida. Shuningdek, ushbu uqalashni quyidagi holatlarda qo'llash ham murakkabliklarni tug'diradi: qorin qismi yog' bog'lagan bo'lsa, tor, kalta qin bo'lsa. Ushbu muolajaga nisbatan yuqori ta'sirchanlik holatida, uqalash paytida yoki uqalashdan keyin og'riqli sezgilar paydo bo'ladigan holatlarda va hokazo. Bundan tashqari, uqalashni hamshira emas, maxsus ta'limga ega, barmoq uchlari o'ziga xos darajada kuchli sezgili shifokor ginekolog olib borish kerak. Keling endi buni taqqoslaymiz. Quyida biz bayon etadigan uqalash oddiy uqalashlardan farq qiladi. Ishni shunday boshlaymiz. Kontaktsiz ginekologik automassajni deyarli yuqorida sanab o'tilgan ayollardagi barcha xastaliklarning mavjud bo'lgan holatlarda ham muvaffaqiyat bilan qo'llash mumkin. To'g'ridan-to'g'ri kontaktli uqalash mumkin bo'lmagan holatlarda bu uqalash juda samaralidir. Kontaktsiz uqalash homilador ayollarga, shu bilan birga umuman bu tizim bo'yicha shug'ullanish tavsiya etilmagan ayollarga qo'llanilmaydi. 3-bo'lim uslubning eng asosiy elementlari. Mana shu holatlardan tashqari ushbu uqalashni barcha ayollarda jinsiy yetilish paytidan to
gacha qo'llash mumkin. Taxminan yoshingiz nechada ekanini chamalang va unga yana 50 yoshni qo'shing. Agar sizga bu ham kamlik qilsa, yana 25. Faqat ayol bo'lishga intilishning umuman yo'qligi ushbu mashqni bajarishingizda yagona to'siq bo'lib xizmat qilishi mumkin. Baxtimizga bunday toifadagi ayollar bilan juda kamdan kam duch kelamiz. Odatda bu holatning birinchi asosiy ayolning tabiatan sovuqqon frigidlik ekanligidadir. Kontaktsiz automassajni qo'llash orqali siz juda qisqa vaqt ichida nafaqat his-tuyg'ular kamligini tiklashingiz yoki qayta kashf qilishingiz mumkin. Shu bilan birga juda ko'plab xastaliklardan forig' bo'lishingiz va salomatligingizni, yoshligingizni va maftunkorligingizni qaytarishga erishasiz. Ayol jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan taqdirda ham uning jinsiy a'zolari bachadon, tuxumdonlari olib tashlanganda ham bu uqalash ijobiy natijalar beradi. Eng asosiysi, bunday jarrohlik amaliyotidan keyin ayol o'zini to'laqonsiz deb hisoblamasligida. Ba'zi bir ayollar bunday holatlarda o'zida yuqori darajadagi ehtiroslilikni his etadiki, buning barchasi qon tarkibidagi jinsiy gormonlarning mutanosibligiga bog'liq. Ayollardagi jinsiy munosabatga qiziqishning darajasi ularning qon tarkibidagi testosteron erkaklik gormoni darajasi bilan belgilanadi. Jarrohlik amaliyotidan keyin ko'pincha ayollik gormoni darajasi kamayadi, erkaklik gormoni darajasi nisbatan oshadi. Buning natijasi sifatida ayoldagi ehtiroslilik temperamenti ortadi. Kontaktsiz ginekologik automassaj kontaktli uqalash bilan taqqoslaganda ko'p jihatdan ustunlikka egaligi kuzatiladi. Uning yordamida turli xil ko'rinishdagi kista va miomalar bartaraf etiladi. Hayz sikl tiklanadi. Rasmiy tibbiyotda faqat kuzatuv ostidagi yoki faqat jarrohlik amaliyoti orqali bartaraf etiladigan ko'plab xastaliklar davolanadi. Bu darajadagi ishonch qayerdan deb so'rarsiz? Ko'p yillik amaliy tajribadan bu intim munosabatlar va oiladagi o'zaro ichki munosabatlar yaxshilanadi. Chunki ayoldagi ehtiroslilik tiklanib, uning qalbidagi holati muvozanatga keladi. O'ziga nisbatan ishonchga ega bo'lib, tashqi ko'rinishi jozibador bo'lishi bilan birga fe'l-atvorda ijobiy o'zgarishlar yuz beradi. Qayishqoq, muloyim bo'lib qoladi. U dunyoga muhabbatga to'la ko'zlari orqali boqa boshlaydi. Ayolning vujudida umumiy sog'lomlashish jarayoni faollashib, ginekologik muammolarga hech qanday aloqasi yo'qdek tuyulgan ko'plab xastaliklar bartaraf qilinadi. Bu ayniqsa qon tomirlarining varikozli kengayishida ko'rish mumkin. Eshitish qobiliyatining yaxshilanishida qayd etilishi mumkin. Oshqozon ichak faoliyatining ishlash jarayoni me'yoriga keladi. Ya'ni vujudning kuchli darajada yasharish holati yuz berib, jismning biologik yasharishi tiklanadi. Juda tez va sezilarli darajada ko'krakning shakli yaxshilanadi. Tana va vazn me'yoriga keladi. Hurmatli ayollar, lekin bu uqalashni shaxsan o'zlaringiz bajarasiz. Jinsiy a'zolaringiz mashq jarayonida faol ishtirok etadi. Ichki tomondan faol uqalash qilinadi. Natijada kichik tos a'zolarda kuchli o'zini o'zi tiklash mexanizmi ishga tushadi. Shifokor esa faqat bachadonni uqalashi mumkin xolos. Kontaktsiz ginekologik automassaj nafaqat bachadondagi va kichik tos a'zolarga peshob xaltasini, yo'g'on ichakni, to'r ichakni, shu bilan birga butun vujudga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bunday uqalash qon tomirlarini mustahkamlaydi. Asab tolalarini uqalab, bu qismlarda ular ko'p to'plangan. Ushbu a'zolar ish faoliyatini tiklaydi. Tos sohasidagi qon aylanish jarayonining sustlatish holatlari bartaraf etiladi. Ushbu mashq tarixiga nazar, jinsiy a'zolarga ushbu tarzda ta'sir ko'rsatish to'g'risida birinchi marta qadimiy manbalarda aytib o'tilgan qizlarni turmushga tayyorlashar ekan, ularga kontaktsiz ginekologik automassaj san'atidan saboq berishgan. Katta yoshli ayollar qizlarni qin mushaklarini mashq qildirish uchun automassaj san'atidan foydalanishgan. Qin mushaklarining tonusi taranglashib, tetik holatga kelgan. Natijada umr yo'ldoshi o'z ayoli bilan bo'lgan yaqinlikda juda katta lazzat olishga erishgan. Bunday ayollar juda katta qiymatga ega bo'lib, ushbu san'atni egallagan qizlar uchun qalin puli ham 10 barobar yuqori bo'lgan. Endi yaqin yillar orasidagi tajribalar to'plamiga murojaat qilamiz va quyidagilarni ro'yxatga qo'shamiz. Kursni o'tagan birorta
ayol mashqlarni bajarish vaqtida kayfiyatida jismoniy holatda noxush holatni qayd etmagan. Ushbu automassajda issiqlik sezgisi ancha uzoqroq vaqt 5, 6, 7 va hatto 8 soatlab saqlanib turadi. Bu fiziomulajalarga yoki kontaktli uqalashlarga nisbatan ancha uzoq vaqt, ularda uzog'i bilan 40-60 daqiqa hisoblanadi. Bu issiqlik juda yoqimli bo'lib, u kindik osti va bel qismini isitadi. Jismni bo'shashtirib, yaqinlikka bo'lgan intilish istagini uyg'otadi. Hayz ko'rish sikli deyarli har doim to'liq tiklanadi. Agar ushbu muammoni keltirib chiqargan sabablarga ta'sir eta olishga muvaffaq bo'linsa, ayniqsa klimaks boshlanganida, hayz kelish paytlaridagi og'riqlar, agar ular ilgari juda kuchli kechgan bo'lsa, sezilarli darajada bartaraf etiladi va butunlay yo'qoladi. Seksuallik tiklanadi. Yoshdan qat'iy nazar, hatto uzoq vaqt yaqinlikda bo'lmagan yolg'iz ayollar ham automassaj er-xotinlar o'rtasidagi yaqinlikdan oldin ularda his-tuyg'u sezgilarini kuchaytiradi. Kursni o'tagan ayollarning o'zlariga nisbatan hurmatlari ko'tarilib, oilada erkaklarga nisbatan bo'lgan munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar yuz beradi azizlar. Yana bir jihat, kontaktsiz ginekologik automassajni ba'zi bir ginekologik xastaliklarda asosiy davolovchi vosita sifatida qo'llanishni dunyo miqyosida tengi yo'q kashfiyot sifatida tan olingan. Shuning bilan aziz zamondoshlarim, bugungi yayinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda Qo'zbay Rozmetov sizlar bilan xayrlashadi. Sog' omon bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha xayr aziz zamondoshlarim. Sog' omon bo'linglar.